G'aroyib doktor serialining mana bu qismini siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Скажи, что ты видишь. Тахикардия, рост температуры тела, напряженность мышц, рост углерода. Напряженность где именно? Да повсюду. Значит, это не ствол мозга, или все напряглось бы с одной стороны. Думайте. Тахикардия, растущая температура, углерод. Углерод. Это анестезия. Злокачественная гипертермия. Xo'sh, bu yuqorida tilga olingandek yomon sifatli gipertermiya yoki ikar sindrom deb nomlanadi o'zbek adabiyotlarida. Buning asosiy sababi renadin birinchi tip retseptorlari sintezga javobgar bo'lgan gen mutatsiyasi hisoblanadi. Xo'sh, uni qo'zg'atuvchilar, ya'ni triggerlar bo'ladigan bo'lsa, shu kasallikni qo'zg'atuvchilari, ya'ni ftor saqlovchi ingalyatsion anestetiklar bular. Galatan, sevofluran, izofluran, desfluran hisoblanadi va depolarizatsiyalovchi miorelaksantlardan suksinilxolin yoki ikkinchi nomi ditilin hisoblanadi. Buning patogenezi qanday bo'ladi? O'sha operatsiya stolida yotgan bemorga ingalyatsion anestetiklardan galatan, sevofluran, izofluran yoki desfluran qo'llaniladigan bo'lsa, bular trigger vazifasini bajarib beradi va o'sha defekti bo'lgan skelet muskullarida joylashgan renadin birinchi tip retseptorlarni qo'zg'atib yuboradi. Shuning natijasida kalsiy o'sha hujayra ichi suyuqligiga katta miqdorda chiqib ketadi sarkoplazmatik retikulumdan. Va buning natijasida kalsiy miozin aktin miozin kompleksining faollashishi natijasida mushaklar rigidligi oshadi. Bu yerda ATF sarflanishi ko'payib ketadi. O'sha mushaklar rigidligining oshganligi sababli va ATF sarflanishi oshdiki metabolizm kuchayib gipertermiya, ya'ni bu gipotalamusga bog'liq emas, balki periferik gipertermiya yuzaga keladi. Bu yerda tana harorati 39-40 gradusgacha juda qisqa vaqt ichida 15 daqiqa davomida yoki 20 daqiqa davomida ko'tarilib ketishi mumkin bo'ladi. Xo'sh, kuzatuv monitorida karbonat angidritning intensiv oshishi va kardiomonitorda taxikardiya, ya'ni yurak urishlar sonining ko'payishini kuzatiladi bu holatda. Xo'sh, buni qanday davolanadi? Birinchi navbatda trigger yuborishni to'xtatish, o'sha galatan, sevofluran, izofluran yoki desfluran yuboriladigan bo'lsa, bu moddalarni to'xtatish, ularning o'rniga 100% kislorod ingalyatsiyasidan foydalanish, dantrolen 2,5 mg/kg vesga hisoblab vena ichiga yuborish, sovitilgan fiziologik eritmalardan intravenoz, ya'ni vena ichiga yuborish, bu yerda natriy gidrokarbonatning 4% eritmasidan foydalanish. Asosiy sababi bu yerda xo'sh ATF sarflanishi hisobiga metabolizm oshishi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi navbatda karbonat angidritning o'sishi ham, qondagi miqdorining oshishi ham bu yerda atsidozni keltirib chiqaradi. O'sha atsidozni korreksiya qilish uchun biz natriy gidrokarbonatning 4% eritmasidan foydalanamiz. Va bu yerda metabolizm oshdiki, o'sha qon tarkibida o'sha zararli metabolitlar ko'payadi. Asosan zararli metabolitlar buyrak orqali chiqarilganligi uchun buyrakni o'sha siydik chiqarish faoliyatini saqlash uchun va uni himoya qilish uchun manitoldan foydalaniladi. Bu osmodiuretik hisoblanadi.